Akalar 2024-yilda ishlab chiqarilgan avarinli Cobalt sotib oldik. Bu mashinamizni hozirgina Qo'qon Farg'onadan olib keldik akalar. Mashinamiz mordasidan urilgan, e'tibor bersanglar, Matiz bilan lob holatida urilgan ekan. Motorlari saloniga kirib ketgan akalar, torpedkalarni buzib yuborgan. Ko'rsanglar bo'ladi, juda ham qattiq urilgan, g'ijim qilib tashagan akalar. Xullas salon holatda torpedkalar sinib yotibdi. 2024-yilgi Cobalt tonirovka ruxsatlari bor akalar. Mana salon holatlarini ham ko'rsataman sizlarga. Buni qaranglar akalar. Rullarni qiyshaytirib, lekin shunda ham torpedkani airbag otmagan, shaxtalar sinib ketgan, sidenalar qiyshayib yotibdi akalar. Bu tomonlarda orqa krlolarga miyachini berib yuborgan akalar. Mashinamiz yangi massova mashina, lekin avarinli holatda akalar. Egalari Instagram profili orqali bizga murojaat qilib, ushbu Cobaltni sotishdi akalar. Xullas akalar, shunaqa avarinli mashinalar olamiz. Bemalol murojaat qilasizlar. Butun O'zbekiston bo'ylab pachoq mashinalarni zo'r narxlarda sotib olamiz. Pastda telefon nomer qoldiramiz, aloqaga chiqaveringlar. Tanlovda adashmanglar. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar.